Davay. Ana yorug'ligiga chiqaman, davay. Ana bo'ldi, anamcha xursam mana toza havo, mana bo'ldi. Bu shaxtadan ham chiqdim. Mana shu jinni shaxtadan ham chiqdim. Shunchalik ham bo'ladimi? 1 yilcha o'tirdim shu shaxtada, qayerdan chiqdim farqi yo'q. Qanaqadir qishloqdan chiqdim deyman-da, boshqa umuman shaxtaga yetishmayman. Resurslarni endi meni karyerdan olaman, tepadan yordam beradi menga karyer. Bo'lmasam, rostdan ham qanaqadir qishloq ekanman. Mana uy bor ekan, mayli, balkim shu to'xlashga ruxsat beradilar. Ocha qolinglar. Men shaxtyorman, kim bor bu yerda? Hech kim yo'q shekilli. Mayli, kirib qo'yingchi. Uxlayotgan ekanim bu yerda. Oy, salom. Ey, uxlayapsanmi sen? Uxlayapman, berman. Uxlayotgan bo'lsang, mana sen uyingda yotib tursan bo'ladimi bir kunga? Nima? Sen shunchalik karimsan, men shuncha shaxtada bo'lib karim o'qiganim yo'q. Sen uyingda yotib tursan bo'ladimi? Wow, uying katta ekan, lekin balkim sen uyingni karyer qurishga ruxsat berarsan. Karyer qurardim, sen uyingni katta ekan. Voy, bo'ldi, rahmat senga qishloqqa, senga hali men almozli beraman ruxsat berganingga. U qanaqadir qishloqni usharib qoldim. Endi men uning uyida karyer qursam bo'lar ekan. Yaxshi o'yinchi emaskan, ruxsat bermasligi ham mumkin edi. Juda ham yaxshi odam ekan, lekin bo'ldi, unga almozli beraman. Davay momentini sindiramiz. Mana uyini ichida quraveramiz, chunki uyini tasqarida qursa, yomg'ir yog'ib qolsa, bu qilib qoladi o'sha karyerim. Shancha uyini ichida qurish kerak. Ey, turib turlasan, bu ham sindirish kerak edi. Xaroba. Mayli bo'lmasa, mana shu joyim yetadi, qaraganda ish qilib, mayli mamni ham sindiraman. Qara, tomlarini sindirdim, tepali kitoblaringni qarshimasmisan ish qilib, meni ruxsat berdi-ku, menga axir men unga almozli beraman bunga. Mayli, mana markerlar qo'yamiz, belgilaymiz bularni. Bo'ldi, ana belgiladi. Endi bu yoqqa mamnaqa narsa qo'yish kerak. Shu chetiga keyin chuqur bo'ladi, o'sha yerdan resurslar kelaveradi menga. Prosta tak resurslar kelaveradi menga. Mashina qurib qo'ysam bo'ldi, tepadan kelaveradi. Shaxtaga tushim shart emas. Ana bo'ldi. Endi hozir narsa qo'yish kerak yana. Bo'ldi, mamni ham qo'ydim. Endi kutish kerak. Xo'p, mamni ham qo'yish kerak. O'g'il ichiga yashash kerak, chunki shunaqa kerak o'zi ishlash uchun bu mexanizm. Oppa, ana ketdi, dastaga ham qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, ishlashi ketdi. Yaxshi, menga ruxsat berdi shuni qurish uchun. Unga almozli beraman, ruxsat berganing uchun. Endi men tepadan resurslar olaman, almos izomida tepadan uraman. Shaxtaga tushim shart emas, yeri tega. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bo'pti, sen uxlavering, xalaq bermayman senga. Qanaqa ovoz bu? Voy, senga xalaq bermay, lekin karyerda uxlavergansan. Oppa, уже boshlayapti ish qilishi. Bo'pti, men yeri tagida baza quraman. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima bu yordam. La. Nima? Qanaqa ovoz keldi? Qishloqqa baqirdim-a? Mayli, hammaga salom do'stlar. Men otim Kapot, yangi jamga yaxshi kelibsizlar. Qanaqadir qishloqni baqirgan ovozi keldi. Mametta hozir men o'yin o'ynab o'tirdim. Ashula eshitib, qishloqqa baqirganini eshitib qoldim. Yordam beringlar, yordam iltimos. Nima, rostdan ham yordamga chaqiryaptimi qishloqqa? Mayli, bora qolinglar. Rostdan yordam kerak bo'lsa ham, mayli, maza qilib o'ynayotib yuribman. Mayli, qishloqqa yordam berish kerak bo'layotgan ekan. Kapot, yordam ber iltimos. Nima bo'ldi o'zi, tushuntirib ber, tushunmayapman o'tganini. Uyimga kirgan ko'rasan, lekin ixtiyor bo'ling, Kapot kirayotgan edi. Hop, nima men qopqonga ushlatmoqchimdi. Nima bu? Kapot ko'rmayapsanmi, chuqur-ku? Endi meni masxara qilsanmi? Yo'q, Kapot masxara qilyapman. Men qilganim yo'q, uni bilmayman, qayerdan paydo bo'lgandi. Bu yordam ber iltimos, Kapot. Va qanaqa senga yordam beraman? Bilmadim, Kapot, nima qilaman endi? Bu yerdan chiqib oling iltimos.
bloklaring bor, bloklaring bo'lsa chiqar bo'tdan. Shu yo'ni bloklarim. Bo'pti, senga hozir blokla olaman, saqyan yo'qmi? O'zi buni yo'q abo deb aqlaman, o'zim o'yimda bunaqa narsa kim qilganini ham bilmayman buni. Xulotini uyasam shunaqa narsa paydo bo'lib qoldim. Hozir bo'lmasa senga blokla olib kelib, bloklardan chiqib olasan, keyin ko'ramiz nima qilishini bo'tdi. Voy, shunaqa ham bo'ladimi? Qanaqa chuqur paydo bo'ldi, juda ham katta chuqur paydo bo'ldi. Qishloqning uyida qanaqa bo'lishi mumkin tushunmayman. Mayli, unga bloklar olib boraman, shu bloklardan chiqib olish kerak birinchi bo'lib. Keyin gaplashamiz. Xo'p, mayli bo'lmasa ko'rib olamiz mana mashdan. Nima bu? Qanaqadir saru narsa. Mayli, keyin gaplasharmiz. Birinchi bo'lib botdan chiqib olish kerak. Qishloqqa ana bo'ldi, senga xavfsizlik yo'l qilib qo'ydim, botdan chiqsang bo'ladi. Kapon, men qo'rqaman. Voy, nima qo'rqasan? Sen yo'l qildim, davay ushlab turaman, chiqib ol. Kapon, rosa qo'rqaman, bolalikdan qo'rqaman axir. Mayli, oyni sindirish kerak bo'lmasam. Afsus, bayla sindirib o'rgan. Bolalikdan qo'rsang, oyni sindirsan, nima qilasan? Boshqa yo'li yo'q. Bo'ldi, mana mashdan chiqib ol. Rahmat senga, Kapon, kattakon. Bo'ldi, oilani sindirdim. Nima bu endi tushuntirib ber menga. Men ham tushunmayapman, Kapon nima bo'tgan o'zbotda. Uxlayotib tursam, mana shunaqa narsa paydo bo'lib qoldi. Shunaqa deganimda saru truba bor ekan, qanaqadir yonida nima qanaqadir taxtalar bormi? Yaxshi ko'rinmayapti, o'tdan pastga tushish kerak. Saru truba bor ekan, bunaqa taxtalar bor ekan. Nimaga bu tushunmayapman? Bunaqa nima bo'lishi mumkin? Kapon bilmadim, qanaqa paydo bo'ldi, lekin men qanaqadir g'alati tush ko'rdim. Kimdir mendan nimadir so'rayotganini bilmadim. Shunaqa degan g'alati tush ko'rdim, lekin men ham tushunmayapman. Bu endi daraxtlar olib kelgan, biz zina qurib pastga tushib ko'rishimiz kerak. Bolalikdan qo'rqaman-ku axir. Mayli xolasang o'zim tushaman. Tezroq daraxt olib kelgan, zina grafchis qilish kerak pastga tushish uchun. Bo'ldi, Kapon, hozir olib kelaman. Bo'pti, davay tezroq olib kelgan, men nimadir o'ylab turaman bu haqida. Xo'p, davay do'stlar, bu qanaqadir qishloqning uyida chuqur paydo bo'lib qoldi. Yiqilib tushib sal qoldi. Chichirmi, grifermi kim qilgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, lekin chichir grifer ish emas. Bo'pti, sen borib turgan, men o'ylab turaman nima qilishni. Rostdan ham chichir qilgan bo'lsa, shuni yo'q, chichir usul emas bu axir. Balkim grifera, grifer portlatib yuborardi, uyini bo'ldi. Bilmadim, keyin qilgan bo'lishi mumkin. Mayli, bo'lmasa hozir bo'tda hech qanaqa sirli joylar ham yo'q, qanaqadir kameralar ham yo'q. Mayli, davay tezroq daraxt olib kelguncha men nimadir o'ylab topaman. Saniqda balkim nimadir bor ham. Hali shuncha daraxt olib kelish kerak. O'sha yer ko'rim, bidro ko'rim pastda. Xo'p, nima bor ekan? Almasni qilich kerak bo'lib qoladi. 50 gig bor ekan. Oxir bo'tda bo'ldi. Almasni qilichni ham olaman. Kerak bo'lib qolar balkim bo'ldi. 50 gigdan pastga tushaman. Davay bo'lmasa ishlashchi bilan 1 2 3 ket. Ana bo'ldi. Shunaqa qilib pastga tushirman. Endi sekin o'sha bidro ko'ryapti, pastga yoqqa tushib ketmasam bo'ldi, sekin. Nima daraxt mamida do'sa ko'ryapti. Axir eshik emas. Qanaqa eshik paydo bo'lib qoldi bo'tda. Mayli, qani eshikdan kirib ko'raylikchi. Davay, kirib ko'ramiz bo'tdan. Sekin. Ana bo'ldi, balkim bo'tda kimdir bordir, sekin gapiramiz. Mana truba do'stlar. Tushunarli qattam bunaqa truba paydo bo'ldi. Mayli bo'lmasa oxiriga kirib ko'raylikchi. Mana truba, mana mashga olib kelyapti. Truba nima qilyapti bo'tda? Mana bitta bidroka ko'rinyapti o'sha. Shunchalik ham chuqur qiladimi? Qanaqa qilib bitta kechada bunaqa chuqur qilishi mumkin? Nima bu? Yonida eshik bor ekan, qanaqadir mexanizm. Rostdan qanaqadir mexanizm ekan, nimadir qiladimi bu? Tushunmayman, bunaqa narsalarga. Bunaqa suvni yozig'i turibdi, bunaqa mexanizmlarni tukma turibdi. Bosib ko'rsamkin, bossam hech narsa bo'lgani yo'q. Mayli, sandiqlar turganiga sandiqlar ichida nima bor ekan? Mana truba sandiqdan ichiga olib kelyapti. Nima mana shu truba bug'uzning almoslarni qaranglar. Mana shu truba sandiq olib ketayotgan ekan. Demak, shu trubalar mana shu almoslarga yotdim bo'tdi bug'uzing bilan. Yermamet eshik bor ekan, qaniyamiz kirib ko'ramiz. Mana qilich bor-ku, farqi yo'q. Kirib ko'rish kerak, qo'rqish kerak emas. Nima shaxtyor? Sen nima qilsan ham bo'tda? Shaxtyor nima qilsan bo'tda? Turish kerak, uni shaxtyor qilgan ekan buni. Nima qanaqa shaxtyor? Turgan.
qo'rqitib yubordinglar-ku, nima bo'pti? Voy, men sendan so'rashim kerak, nima bo'pti bu yerda? Men просто bu yerda o'zimni karyeramni qurdim-ku axir. Nima, kim senga ruxsat berdi karyera qilishga? Menga shu uy egasi ruxsat berdi karyera qilishga o'zi. Nima, kim ruxsat berdi o'zi? Men ruxsat berdim hali. Nima sen ruxsat beruvding? Yo'q, qapol, men ruxsat berishim kerak. Axir nimaga siz ruxsat beruvdingiz-ku menga? Ruxsat beruvdim-ba. Aytuvdi, mumkin karyera qurish uyingda. Men unga almaslar va'da beruvdim. Qanaqa almaslar va'da beruvding? Yana nima deyapsan-a? Rostdan ham shunaqa dedingiz-ku menga mumkin deb, shuning uchun uyingizda karyera quruvdim. Voy, siz o'xirotuvdingiz, просто sizdan so'radim, siz ruxsat beruvdingiz. Nima, men o'xirotuvdim unda, deyman, o'xirotuvdim. Qanaqa ruxsat berishi mumkin? Rostdan ham uyquchi bo'lsa qanaqa ruxsat berishi mumkin uxlayotganda? Bilmadim, uzr do'stlar, iltimos menga tegmanglar. Men va'da berganimda sizlarga almas beraman. Bo'pti, endi qara, lekin chuqur qilib qo'yadi-ya. Qapol, bo'ldi, bosib deyotgan shaxchor. Lekin yaxshi ekan. Bo'ldi, iltimos menga tegmanglar. Men bilmadim bunaqa mumkin emasligini. Boshqa birovni uyiga kirmayman bunaqa. Bo'ldi, endi birovni uyiga kirmaysan. Shuncha shaxtada bo'lib nima qilishni ham bilmay qoldim. Men juda ham ko'p shaxtada vaqt o'tkazdim. Bitta qarasam, bitta uy bor ekan, kirib ko'rsam, shu uxlayotgan ekan. Keyin so'radim, mumkinmi karyera quraylik deb. So'radim, uxlayotgan-ku axir. Bo'ldi, qishloqqa mayli uzr so'rayotdi-ku. Axir bizdan bilmaganda uyamizdan ham uxlayotgan yo'qcha berorgansan. Mayli bo'lmasam, ana bo'ldi, tepaga ham chiqib oldi. Uzr do'stlar, lekin boshqamni qilmayman, o'zimni qilgim kelmayapti. Mana sizlarga yer ham qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, qurib beribsan, bo'ldi, sinmaydigan qilib bo'ldi shunday. Bo'ldi, va'da berganimda sizlarga almas. Almas berdi, va'da beruvmiysan? Bu qishloqqa men almas va'da berdim shu karyera qurishimga. Bo'ldi, iltimos kechiringlar, mana boshqa qilmayman. Bo'ldi deb bu yerda qurmagin, boshqa karyering hech qanaqa boshqa bu yerda qurma. Bo'ldi, seni kechirdik. Bo'ldi, boshqa joyda qurgan, nimaga o'zi bu yerda quring deb qoldi. Uy ichida qurish kerak-da u karyera. Agar yomg'ir yog'sa nima bo'lib qolsa yomon bo'ladi. Tushunali, Mametda daraxt tagida qurgan, ana o'sha yerda bo'ldi. Bo'ldi. Bo'pti, kapot bo'lmasa. To'xta, shaxchor, menga karyera qurishni o'rgatarsan-a? Bo'ldi, o'rgataman. Agar siz yonimga kelsangiz o'rgatib qo'yaman o'zim. Bo'ldi, olmoslarim bor, men ishlatishga ketdim. Endi hammaga xayr, rahmat. Ana bo'ldi do'stlar, qishloqni uyda qanaqadir qilib chuqur paydo bo'lib qopti. Bu esa shaxchor ekan. Like bosib, obuna bo'lsangiz, chiqmasan keyingi videoni kuzatishga davom etinglar.